Ishonasizlarmi, hech qanaqa sut, dro'ji, margarinlarsiz shu pirojkilarimiz tayyor bo'ldi. Aldagani bola yaxshi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga retseptini o'rgataman. Korchilikda nima qilishini bilmay qaynab turgan suvimizni idishga solamiz. Xolodilnikda mo'ltillab turgan mayonnezni ham qo'shib olamiz. Tuz va sodani ham esdan chiqarmaymiz. Hayotda faqat o'zimiz ezilaveramizmi? Kartoshkalarni ham ezib olamiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamirlarimizni tindirishga olib qo'yamiz. Tinim bilmay tinib chiqqan xamirlarni ham o'zingizlar xohishingizga ko'ra yoyvosanglar, tugvosanglar bo'ladi. Bu pirojkini sirlaridan bittasi, olovni sal pastdan balandroq qilib pishiringlar, yo'masa manikiga o'xshab bitta ikkitasi sizlarda ham uvol bo'lib ketishi mumkin. Shuni oldini olib, pastroq olovda pishiringlar. Agar retseptim yoqqan bo'lsa, bu pirojkilarni kim tayyorlab berishini xohlayotgan bo'lsangiz, o'sha insonni o'zlariga yuborib qo'yinglar.